Tepaqo'rg'on uchastkasi Lelindamiz. Ko'rib turganinglar mana shu uy. Izohga til ojiz. Bu yerda onajonimiz o'zlari yolg'iz yashaydi. Boquvchisi yo'q. Uy shart-sharoit shu ahvolda. Mana oldida qish kelyapti. Allohga shukr, sizlarda sahiy birodarlarimiz bor. Xolamizni mana pravdalarni olib keldik. Endi bu uyda yashash shart-sharoiti mana shu ahvol. Bu yerda xolajonimiz shikoyat qilyaptiki, kalamushlar inqivoribdi. Uyimiz remont holatiga keladigan bo'lib qolibdi уже. Yashashlikda bu holatda bilmayman endi. Qanday imkoniyati bor? Boya ham aytib o'tdik, bu uyda ham bir umuman shart-sharoiti yo'q. Tem bo'lib bir ojiza onamiz yashaydi. Bir tasavvur qilaylik akalar. O'zimizni onamizda bu ayol ham. O'zimizni buvamiz. Shu uyga bir himmat qilib usta akalarimiz bo'lsa yoki bir materiallarni olib beradiganlar bo'lsa, bir ozgina bir shpakilovkami, bu eshik romlarini plastik qilib bersakmi, yuvinishlikka bir shart-sharoit qilib bersakmi. Pechkasi bor ekan, endi o'zimiz o'sh pechkadan shuni bo'pti yaqib o'tirsin, lekin mana eshik romlar uje bura o'tirmay qo'ydi desak ham bo'laveradi. Shunga bir imkon qilib, remont qilib, bir shart-sharoit qilib bersak onaxonimizga yaxshi bo'lardi. Shunga bir himmat qilib, imkoniyati bor aka-ukalar bir qarashtirib qo'yaylik. Bizga aloqalarga chiqsanglar, albatta bu videolarimiz ostida M-Bank kartalarimiz, aloqa uchun telefon nomerlar va rossiyskiy karta nomerlarimizni yozib qoldirganmiz. Albatta sizlarni bir aloqaga chiqishinglarni biz kutib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.